3. Mana do'stlar, bitta ko'p turganlardek. Do'stlar, kerak metodaga yangi obyektimizga keldik. Ko'ringlar. Bu yerimiz eski holati, taxminan 10 yil bo'lgan ekan shu holatiga. Hozir buni biz tirsillatib yangi holatiga qilamiz. Kichkina koridorcha, rakvina, hojatxona. Bu eshigimizdan kirganda yana bitta xona bo'ladi bu yerda. Kir mashinalar joylab beramiz, mebel bo'ladi bu yerda. Undan keyin mana bu yerda rakvina, tahorat oladigan joy qilib beramiz. Mana bu holat eski holat ko'rib turibsizlar do'stlar. Qanaqangi holatda turibdi. Mana bu yer yuvinish joy bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda bitta tirsillatib zamonaviy remont qilib beramiz. Chiroyli qilib do'stlar. Ko'rtinglar, qani 1 2 3. Mana do'stlar, bitta ko'p turganlardek. Mana bu yerda devor bor edi, перегородка. Buni buzib tashladik. Katta bitta xona bo'ldi. Mana kirish eshikdan kelganimizda yuvinish xonasiga. Bu tomonda, o'ng tomonda, ya'ni dushovoy zona qilib berdik. Ko'rib turibsizlar. Juda go'zal tarzda bo'lgan. O'tirg'ichlari bilan kafidan qilib berilgan. Mana bu yerda polka, смеситель, trap. Mana bu yerda ventilyatsiya bor. Bu tomonda radiator, bu tomonda kiyimlar ilgani vishyoka. Mana bu yerda portchkamiz bor. Undan keyin tahorat olgani mana bunday chiroyli tahorat olgan qo'yib berdik, o'rnatib berdik. Qaranglar. Tahorat olganda o'zimiz turibni shunday orqaga chiqariladi. Shunda o'tirib turib tahorat olaveradi. Juda qulay ishlangan. Yana tahorat olgandan keyin yana joyiga kirgizib qo'yilsa, joy unumli foydalangan bo'ladi. Undan keyin eshikdan kirganda ro'parada shunaqa rakvina o'rnatib berdik. O'zini to'rt burchak kuzgusi bilan 3 xil rangda yonadi. Bu tomonda soch quritgich, bu tomonda elektrический soch quritadiganimiz bor. Mana bu radiatorimiz, через котел isiydi. Undan tashqari topli polimiz bor, elektrический, mana datchigi güzelda termo regulator turibdi. Mana bu yerga isitgichni joylab berganmiz. Qaranglar, ploskiy variantida. Koridorimiz mana kir mashina bu yoqqa o'rnadi. Mana bu tomonga mebel bo'ladigan edi. Mebelchi chaqirib turib, mebel qilib qo'yiladi bu yerga. Xo'sh do'stlar, mana bu yerimiz asosiy koridordan kirish eshik tomonimiz. Kirganda mana bunday manzara, rakvina yangilandi. Mana bu yerda ham hoppa chiroq bilan. Mana bu hojatxonamiz, gigiyenskiy dush. Mana bu yerda mustaqil bo'ladi, suv trapga ketadi. Mana bu yerda mana unitaz o'zi. Bu yerda ham devorlarimiz ipki miramir, patologimizda plastik bo'lgan. Mana bu yerda portchkamiz bor. Radiator. Bundan tashqari topli pol ham bor. Mana topli polda termo regulator. Pollari kafel. Avvalina trap bor. Bu yerda ham shunaqa ishlangan. Aziz do'stlar, agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana sizlarga go'zal videolar chiqarishda davom etamiz. Sizlar bilan men Sojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.